Metro atrofidan bir xonali uy so'raganlar bor edi. Sizlarga hozir bir xonali uy ko'rsataman. Ungacha sizga lokatsiyani bitta tushuntirib o'tmoqchiman. Yashnobodskiy rayon bo'ladi. To'ka xlebni ko'pchilik biladi. Eskidan 20 yillik to'ka xleb bo'ladi. Orientir yonida yana bitta Humo to'yxona bor. Metro, bunaqasi tuzil metro bo'ladi. Bitta sinfdan keyin tuzil metro keladi. Bunaqasi bitta sinf yursa Yashnobodskiy Yashnobod nomli bekat keladi. Yer ustida joylashgan metro. Bilasizlar, hech kimga notanish emas. Mana shu chorrahadan ichkariga yurib boramiz. Videodan uzoqlashmasangiz hammasini tushuntirib o'taman. 244-chi, 204-chi, 166-chi sonli maktablar bor. Rus maktab, o'zbek maktab, yevropeyskiy maktab. Bog'chalar ham yaqin, domlar yaxshi, qo'ni qo'shnilar, mahalla, dvor yaxshi. Bog'da domlar joylashgan bo'lsa, bu yerda mahallalar joylashgan bo'ladi. Bu mahalla nomi eski, nomi Armiyanskiy deyilardi. Hozir mahalla nomi, ko'chani nomi alishib ketyapti, o'zgarib ketyapti. Hozirgi holatdagi nomini ochig'i bilmadim. Men o'zi shu mahallada katta bo'lganman. Bu atroflarni yaxshi bilaman. Mabodo sizda Yashnobodskiy rayonda sotiladigan uylaringiz bo'ladigan bo'lsa, arendaga topshiradigan uylaringiz bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqarasiz. Qo'ldan kelgancha yordam beraman. Acha bo'lmasa maslahatim beraman. Telefonlashaveramiz. Pastda mana Nakli Rakman 99 839 01 13 o'zimning shaxsiy nomerim bo'ladi. Telefon qilaverasizlar. Yashnobodskiy rayon aviasozlar to'riga kelganmiz. O'tamiz, hozir bir xonali uyga yetib boramiz. Qaranglar, mana shu turgan joyimdan ikkita sinfga yursanglar, Topoch больницаga yetib borasizlar. Больницаdan keyin shu bozor boshlanadi. Hozir biz bunaqasi kirib keldik metrodan. Mana shu yo'l bilan borsanglar, Lisinova kinoteatriga borasizlar. Hozir kinoteatrlar buzilgan, o'rniga novostroy domlar qurilgan. Qaranglar, mahallani hozir ko'rsataman. Daraxtlar ko'p. Soya salqin. Mashina qo'yishga joylari bor. Maza qilib yashaysizlar. Domlar Armiyanskiy deyiladi. Endi kim biladi, o'sha eski paytlar armiyanlar ko'p yashaganmi? O'sha bilan armiya bo'lib qolib ketgan. Armiyanskiy desangiz ko'pchilik biladi. Yana bitta nima desam bo'ladi? Lokatsiya koordinati ozgina yurganimizdan keyin bolalar infeksionniy kasal больницasi bor. Mana shu yo'lda. Yo'lga borsanglar, больница ham yaqin. Ko'ryapsizlar, uy yaxshi, mahalla yaxshi. Hozir uy ichkariga kirib ham tanishtirib chiqaman. Bu uyni sizlar 2000 dollar arzoniga xarid qilasizlar. Mahallada bir xonali uylar 40 mingdan 45 minggacha so'ralyapti. Men bu uyni sizlarga hamyonbop narxda sotib olib yashashga ham zo'r, sotib olib ijaraga tashlab qo'yishga ham yaxshi. Metroni ko'rdinglar, bozor yaqin. Bunaqasi ham chiqib ketasizlar shaharga. Shaharda joylashgan Yashnobodskiy rayon. Ko'pchilik biladi. Mana shu dom. Tepaga chiqamiz. 5 etajli dom. 5-etajga chiqib qoldik. Podyezdlarimiz yaxshi. Yuvilgan, tozalangan, kraskalangan. Zo'r. Bu yerda qo'ni qo'shnilar, jek xodimlar yaxshi, bir-biri bilan inoq yashashadi. Qaranglar, tomimiz hech qanaqa chakki yo'q, yomg'ir izlari yo'q, qor izlari yo'q. Bu degani tomdan chakki o'tmaydi, tomchilamaydi degani. Endi uy olsangiz, remont qilsangiz, remont qilganingizda qish kelsa yo kuz kelsa-da, tomingizdan chakki o'tib tursa, endi u ham xunuk holatda, sizga yoqmaydigan holat. O'shaning uchun eslatib o'tmayman. Mana chakki, yomg'irlar yo'q. Xudo xohlasa, Alloh alam hammasi yaxshi bo'ladi. Yana xudo xohlashi.
qarang, prixoshka mana asosiy ishga kirib keldik. Prixoshka bo'ldi, vanna tualet bo'ldi, zaldan keyin oshxona и balkon bor. Ketma-ketida tushuntirib o'taman. Vanna bor, tualet bor, vanna tualetda joylashgan. Fortishkalari bor, remontlari yaxshi. Hozirgi holatda kirib yashashga chidab beradi. Kelajakda o'zingizni tanlashga qarab remont qilaverasiz. Kirib kelamiz, bizada zal bordi. Zaldan oshxonaga o'tib ketamiz. Mana bu zal bo'ladi. Zaldan balkonga o'tamiz. Mana bu qaranglar, balkonimiz 1 ga 3.30 bo'ladi. Shunaqa yaxshi kichkina balkonimiz bor. Endi bu sizlar obshivka qilib, akfaronni qo'yib yoki g'isht terib yopsanglar, odam ketaveradi. Misol uchun qo'shnimiz mana yopib qo'ygan balkonini. Pastdagi qo'shnimiz g'isht tergan, misol uchun mana. Ko'ryapsizlarmi? Pul bo'lsa changalla sho'rva. Mahallada yaxshi qo'ni-qo'shni uyog'ini tushuntirib o'tdi. Endi biz mana bu zalni ko'ramiz. Qarang, uyimiz oyog'ini tegi tartib. Mana yog'och. Mana yog'och. Beton emas. Maza qilib yurasizlar. Oyog'ini tegidan zavq o'tmaydi. Zalimiz. Zaldan oshxonaga o'tamiz. Patologlarni ko'ryapsizlar, oynasini ko'ryapsizlar, gaz, svetlari bor. Hammasi yaxshi. Endi sizlarga hujjat haqida ozgina ma'lumot beraman. Videoga yaqinroq keling, e'tiborli bilan, diqqat bilan kuzatib turing. Uyi asosiy qismiga keldik. Hujjatlarni tushuntiraman. Qaranglar, mana bu uyi chizmasi bo'ladi. Chizmaga ko'pchilik tushunadi. Zinadan chiqamiz. Prixoshka, zal, oshxona, vanna tualet и balkon. Xohlasangiz uchun skrinshot qilib oling yoki videoni pauza qo'yib turib, o'zingiz bitta aniqlik bilan ko'rib oling. Kanalni ko'rdik, chizmani ko'rdik. Mana bu ko'chirma. Hozirgi kadastr bo'ladi. 2000 yaqinda chop etilgan. Qaranglar, uy bitta odamning nomida. Mana Nurmatov Sa'dulla Husonovich 100% bitta odam nomida. Propiskadan o'zligi begonalar yo'q. Bitta odam bilan xudo xolasa ishlar bitadi. Toshkent shahri Yashnobod tuman Aviasozlar 4. Hozir 4da turibmiz. 47-uy 59-kvartiraga ishni taqlatib kelaverasizlar yoki kelishni olib bir og'iz telefon qilasizlar. Mana bu kadastr raqami bo'ladi. Endi mana shu raqamni terib, uy taqiqi bormi, zapreti bormi, snosga tushmaganmi, uyi tarixi haqida mana shu raqamni yozib ko'rsangiz bo'ladi. Bu pasport. Uyimiz qaranglar, 33 kvadrat, sal kam 34 kvadrat. Yashash maydoni 19 kvadrat. 19 kvadratga sizlar отоплениyaga pul to'laysizlar. Bu bizga kerak emas. Mana bu 2004-yil oldi sotdi bo'lgan shartnomamiz 2-avgust 2024-yil. Savdo mana Nurmatov Sa'dulla aka, bizda davlat ko'chirmamizda ham Nurmatov Sa'dulla aka yozilgan. Mana Nurmatov Sa'dulla 100%. Nurmatov Sa'dulla Husonovich, yordam Husonovich. Hujjatdan muammo yo'q, hammasi to'liq. Uy nomiga o'tkazishda muammolar bo'lmaydi. Uy sotishdan maqsad endi pulga ozgina ehtiyoj bo'lib, uyni zavodga qo'yib, biza uy egalari mikroqarz olgan ekanlar. Shuni yopish maqsadida sotmoqmiz. Agar sizda Novostroykada yoki Ilsinovotor Aviasozlar to'rga mana shu to'r ichida yoki shu yaqin atrof lokatsiyada bir xonali uylar bo'ladigan bo'lsa, Novostroyka, ikkilamchi, birlamchi farq yo'q. Nima taklifinglar bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Maslahatlashib, gaplashib, barter ham qilamiz, daplat qilamiz, hammasini gaplashaveramiz. Sotishdan maqsad buni yopishimiz kerak. Boshqa maqsad yo'q. Uyimizni boshlang'ich narxi 40 ming baholanyapti. Kami bor, kelishtirib beramiz. Pastda uy egalarining telefon nomeri yozilgan. To'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Sizlarni hurmatli rahmat, omma qo'yishingizdan chiqmasin. Telefon qilaverasizlar.